Salom do'stlar. GTA 5 dunyosi kanaliga xush kelibsiz. Biz kutgan kunlar keldi va biz Aka-uka mafiyalar bilan oxirgi ikkinchi qismda uchrashishimiz kerak edi va biz ularni tuzoqqa tushirdik. Qani ketdik. Xo'p do'stlar. Mana ko'ryapsiz. Hayron bo'layotgandirsiz. Michaellar nega ko'payib ketdi deb. Xo'p, bu Michaellar meni klonlarim. Ya'ni menga o'xshash nusxalar. Faqat meni qo'riqlashadi, shu ularning vazifasi. Xo'p, do'stlar. Va ko'rayotganingizdek yangi olgan Cadillac'ning ukasi. Qora, asosan tuning qilingan. Xo'p, biz ular bilan ularni tuzoqqa tushirgan, ya'ni ularni aldab Los Anjelesga olib kelgan joyimizda. Ya'ni shu yerda ko'rishamiz. O'sha birinchi qismni ko'rganlar biladi, o'sha joyda ko'rishamiz. Xo'p do'stlar, qani hamma chiqsin. Qani, xo'p. Ketdik. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska bosishni unutmang. Shunga o'xshash videolar chiqishini xohlasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Va biz bunday videolardan chiqarishda hech qachon charchamaymiz. Xo'p, keldik. Qani, bularda ahronalari juda ko'p ekan. Kirishda 2 ta, bu yerda 3 ta, juda soz. Yaxshi. Kirish chiqish oson emas-ku, ammo uddalasa bo'ladi. Range Roverlar. Ford Mustang ham 5 ketdim lekin. Qani bekaga emas, axir bularni men moliyachisini shu yerda o'ldirgandim. Shu yerga kelishi taxmin edi albatta. To'g'rimi do'stlar? Xo'p, qani mashinani shu yerga qo'yamiz. Xo'p. Yigitlar hamma tushgan bo'lsa, qurollarni taxt qilib qo'ying. Buyrug'im bilan kerakli ishni qilasizlar. Xo'p, gaplashib olamiz. Hisob-kitobni yakunlaymiz. Xo'p, shu qora kostyum shimlik akasi, narigi ukasi bo'lsa kerak. Sariq futbolkada. Juda soz. Bularning atini bilmayman to'g'risi. Xo'sh, meni esladingmi? Yo'q. Eslamadingmi? Xo'sh, sigaret chekmay yurgur. Esladingmi? Yaxshilab qara. Yo'q. Sen hech kimsan. Nima? Juda yaxshi. Uni eslatib qo'yaman. Yigitlar, buyrug'im bilan o't och. Qani, meni to'pponcham qani? Xo'p. Bu yoqqa. Siz bitta o'g'im tegmay qol. Juda soz. Chap tomonni qaranglar. O'ng tomonni o'zim qarayman. Ma. La'natlar. O'ng tarafdan kimdir bor. Mashinaning orqasida. Yigitlar. Klonlarimdan ayrilyapman-ku, mayli. Xo'p, qani, qochyapsan. Ma, chok, $100, chok $200. Bitta orqani qara. Men oldini qarayman. Xo'p. Qani. Xo'p, aytdim-ku. Ma. Suka. O'zim hal qilaman. O'l bo'pti. Xo'p. Mana o'sha pullar. Nimaga bular keldi desam, pullar uchun kelishgan albatta. Lekin bu pullar haromdan topilgan. Shuning uchun menga qiziq emas.
Xo'p, atrofni yaxshilab qaraymiz. Essiz. Mafiya bo'lish senlarga emas ekan. Senlarga yordam bergan odamni unutishibsan. Men ham senlarni o'ldirib, qolgan barcha mafiyalarga dars beraman. Ularga ibrat bo'lsin. Men bilan o'ynashish qimmatga tushadi. Ma. Ma. Essiz shuncha Range Rover'lara, shuncha pullar. Afsus. Hamma yo'g'ini tekshirdinglarmi? Hech kim qolmadimi? Xo'p. O'z haddini bilish, o'lishini bilgandek yashashdir, do'stlar. Mana haddini bilmadi. Mashinasi, pullari, odamlari va o'zi ham o'ldi. Shuning uchun aytar ekanda, inson zotiga yaxshilik qilma deb. Ularning salomiga yarasha alik bo'ldi. Xo'p. Dalillar yo'qotildi, ketamiz. Mana do'stlar, nihoyat qasoslar olindi va video yakunlandi. Like bosish va obuna bo'lish esdan chiqmasin.